Sani ishing nima desa nima deyman? Moskvadaman, o'zbekman, ismim Husan. Tushunarli. Yo'q, просто so'radim xolos. Может, Moskvadan O'zbekistonga yukka borarsiz. Shuning uchun so'radim-da, bilmayman shunga. Yaxshi, ha, rahmat. Ko'zimga kun tushyapti, bilan. Где будет много аудитории. Depishimiz kelyapti. Men yuk tashiyman, ha, tushunarli, yaxshi unda. Yo'q, menga просто yuk tashimoqchi интересно emas, shunchaki. Moskva deb yozganiga so'radim-da. Maylimi? So'rasam. Otish hofiz. Qaptan. To'g'ri o'qidimmi? Vaqtlarga nima xos? Biror nima jo'natmoqchimisiz? Yo'q, shunchaki so'radim xolos. Shunchaki so'radim. Eshitaman. Ha, tushunarli. Panjani kuni meni singlim ishga chiqib ketadi shunda. Sizga qarab narsa yozyapman kompyuterda. Ha, tushunarli. Yaxshi, ishda bo'lsangiz. Yo'q, baqa qornim ochmadi. Uyqum ham kelmadi. Shunaqa. Agar hozir kimdir bir nima yozib yuborsa, qornim ochib qolishi mumkin. Yoki bir nima ovqatmi yoki bir nima yegim ko'rib qolsam yegim kelishi mumkin. Atak uncha yemayman. Faqat siz Yo'q, uxlayman-da. Bilmadim. Может, bugun rejim almashtirarman, чтобы men ham kechqurun uxlab, kunduzi uxlamaslikka. Bilmadim, ko'ramiz. Nima bo'lsa bo'ladi. Agar bugun rejim almashtira olmasam, значит uxlayman. Agar almashtirsak uxlamaymiz. Da, shunaqa qilaylik, a to deylik qo'yib. Shunday qilish kerak. Lekin men kunduzi ham uxlayman, kechqurun ham uxlayman. Juda zerikib ketdim, o'tira olmay. Nimagadir. Humoyniga keling.
keldim.